Bu 4 yil oldin chiqqan 13 Pro Max va o'sha paytda 90 FPS ni poddersha qilgan birinchi iPhone bo'ladi. 13 Pro va 13 Pro Max va vaqtlar o'tib PUBG Mobile'ga 120 FPS qo'shildi va bu legendamiz 120 FPS ni ham hozirgacha qo'llab-quvvatlab kelyapti. Bu esa 2 hafta oldin chiqqan 17 Pro Max va buni hozir olib PUBG Mobile o'ynayman desangiz, bu ham 120 FPS. Shu joyda bitta savol tug'iladi. 4 yil oldin chiqqan 13 Pro Max 120 FPS ni qo'llab-quvvatlab turibdi. Shuncha pul sarflab bu 17 Pro Max olishdan nima naf? Ikkalasining o'rtasida qanaqa farq bor? Bu 17 Pro Max olsam TDMda nomer 1 bo'lib ketamanmi yoki klassikda nomer 1 bo'lib ketadimi? Xullas, bugungi videomizda shu savolga javob olamiz. 17 Pro Max haqida juda ko'p video ko'rdim, lekin o'zim qo'lim bilan ushlab ochib ko'rganim yo'q hali. Connect Mobile studiyasida birgalikda unboxing qilamiz. Qani? Bismillah. Opa. -17 Pro Max bizga Cosmic Orange, Deep Blue va Silver ranglarda taqdim etildi. Juda ko'pchilik orange rangidan olyapti, ya'ni sariq rangidan. Bunda ikkalasiga qaraganda, men bu Deep Blue bilan Silverga qaraganda yaxshiroq ko'zga tashlanar ekan, lekin menga ko'proq Deep Blue rangi yoqdi. Buni oladigan bo'lsak, pashti bir xil rang. Opa. Qani hozir mikrofonni bundoq qilamiz va estetika. Internetda rasmlarni ko'rdim, videolarni ko'rdim, lekin qo'limga ushlaganimda dizayni boshqacha yoqdi qandaydir. Menimcha unchalik emas. Men internetda rasmlarni ko'rib unchalik emas deb o'ylagandim, lekin ushlab ko'rib qanaqadir yoqdi. Bu tepasida eSIM antennasi, bunda SIM karta slot yo'q. eSIM varianti. Tashqi dizayniga unchalik ko'p to'xtalmaymiz. Tashqi dizayn bo'yicha Timur aka Xatamov zo'r tahlil beribdi, ko'rsangiz bo'ladi. Biz hozir 13 Pro Max bilan 17 Pro Max ni 120 FPS farqi va 17 Pro Max bizga game'da qanaqa ustunlik bera oladi degan savollarga asosan javob olamiz. Lekin menga tashqi dizayndan mana bu joyi menga bitta narsani eslatib yubordi. Card holder telefonga qo'yib qo'yiladi-yu, masalan, 13 Pro Max ga card holder qo'yib qo'yiladi. Mana bu joyda hozir chiqarib qo'yaman. Shu card holder qo'yib qo'yiladi. Xuddi o'shanga o'xshatib yubordim buni. Bu iPhone poly korpusi alyumin bilan qoplangan, lekin iminda mana shu joyi shisha bilan qoplangan. Va oxirigacha ochib o'raylik endi buni. Bu joyda bizga Type-C to Type-C zaryadlash uchun kabel va bu joyda har doimgidek bu yili stikkerni ham olib tashabdi mana. Stikker chiqardi har yili. Hay mayli, buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Buni yoqaylikchi. Mana hello dedi-ku bu. Biz o'yinda vaqtimiz bizga nima kerak? 120 FPS ni qotmasdan stabilni FPS bilan ushlab bersa, batareyka zo'r bo'lsa, u qizimasa, kullar qo'ymasak qizimasa, endi uni iloji yo'q-ku. Lekin hozir minni buni sovutish tizimi haqida gaplashamiz. Endi iPhone'da inglizchasiga vapor chamber texnologiyasi, o'zbekchasiga tarjima qilsak, buxxona deb tarjima qilinar ekan. Xullas, endi iPhone'imiz ichida oz miqdorda suv bor. Ionlashmagan suv. Ya'ni mana iPhone'imizni mana bu joyda buxxonasi bor va buning ichida suv bor. Telefonimiz qisiganda suv bug'ga aylanadi va korpus bo'ylab issiqlikni tarqatib yuboradi. Va harorat o'z joyiga kelganda bug' yana suvga aylanadi va shu jarayon qayta takrorlanadi. Tushunish sal qiyin, lekin bir so'z bilan aytganda endi iPhone'imiz oldingi iPhone'lardek qiyin, murakkab grafikali o'yinlarda yoki sun'iy intellekt bilan ishlaganimizda oldingi iPhone'lardek qizib ketmaydi. Buni game test paytida termometr bilan bu ikkala iPhone'imizni ham alohida haroratini tekshiramiz. Buni displeyini Ceramic Shield 2 bilan qoplabdi. Ya'ni biz postiyanli mana shunda o'ynaymiz, barmoq izchalarimiz qolib ketadi-yu, mayda. O'sha endi tirnalmaslik darajasi 3 barobar yaxshi. Endi buni 2 choy ishlatgandan keyin anig'ini bilamizda. Apple'ning aytish bo'yicha 17 Pro Max ga iPhone'larning ichida eng uzoq ketadigan batareyka bilan jihozlangan.
Continue'ni bosamiz. Hozir mendagi versiyasi eSIM varianti, ya'ni bunga jismoniy sim karta qo'yib bo'lmaydi. Bu variantda 5088 mAh sig'imli batareyka bor. Agar siz jismoniy sim karta qo'yiladigan iPhone olsangiz, 4823 mAhli iPhone ni olasiz. Ya'ni jismoniy sim karta qo'yiladigan iPhone bundan ozgina batareyasi slab, ozgina. Hozir bu joyda sim karta slotni joyiga ham batareyka qo'yilgan. Zo'rda endi hozir O'zbekistonda ham anaqa muammo bo'lmay qoldi-da. Jismoniy sim karta, masalan, shunday eSIM borasiz, o'sha jismoniy sim karta bo'ladigan joyga borasiz. Shunday bergan QR kodni skaner qilasiz, bo'ldi. Sizni telefoningizda sim karta bor. Uni bu joyni ochib, keyinchalik sim kartani olaman desangiz, sim karta ochadiganni qayerdandir topib olish shart emas. Shunchaki sim kartani faollashtirish, sim kartani o'chirishni bosib qo'ysangiz bo'ldi. Eng qizig'i bu faqat 17 Pro Max da emas, hozirgi chiqayotgan boshqa Android modellarda ham bor. Buni endi chetga surib qo'yamiz va 13 Pro Max baterekasi haqida gaplashamiz. 4 yil oldin chiqqan va chiqqan paytda 4352 ampere sig'imli batereka bilan chiqqan va hozirgi paytda 90 dan tepa 13 Pro Max larni topish kam, sal topsa bo'ladi, lekin kam. Asosan 90 dan tushgan. Men bu iPhone ham 78 ohmkisli 13 Pro Max. Hozirgi paytda ishlataman desangiz, buni kuniga 2 marta zaryadkaga qo'yishingizga to'g'ri keladi. Demak, PUBG ni hozir tortishga qo'yamiz. 6 soat ko'rsatib bordimi? Ozgina paytdan keyin game testimizga o'tamiz. Game testga o'tib oldik. Hozir birinchi navbatda telefonimiz orqa haroratini o'lchab olamiz o'yinga kirishimizdan oldin. 35 gradusni ko'rsatyapti. Old qismi esa 34 gradusni ko'rsatyapti. Xona haroratimiz 31 gradus ekan. 17 Pro Max telefonimizda birinchi TDMga kirdik. Mana tepada ko'rib turgan raqamlar bu FPS meter. Hozir iPhone'imiz necha FPS da ishlayotganligini aniq aldamasdan ko'rsatib turadigan qo'shimcha dastur. Ikkala telefonimizdagi FPS meter kadrlarini chet ellik content maker do'stimizdan olganmiz va mana o'ynab turgan vaqtimizda 116 dan 119 FPS gacha stabil ishlab beryapti. Ekran zapisni yoqib protsessorga qo'shimcha nagruzka tushmasligini inobatga olib, alohida kamerada olinyapti. O'yin davomida umumiy TDM xulosasi o'zingiz ko'rib turgandek 116 FPS dan 119 FPS gacha stabil ushlab beryapti. Va oxirida telefonimiz harorati 40 gradusgacha chiqdi. Bu yaxshigina qizish degani. iPhone 13 telefonimizda ham TDMga shunday qo'shimcha dastur bilan kirib olganmiz. Mana o'ng burchakdagi menyuning eng yuqori qismida qanday chip joylashganligi va 3-bo'limda FPS deb yozib qo'yilgan. Bu joyda ham real time FPS ni ko'rib turishimiz mumkin. Otishma jarayonida mana ko'rib turibmiz, yaxshigina o'ynayapti. 88 FPS gacha tushib ketyapti FPSimiz. iPhone 13imizda klassik testga o'tishimizdan oldin grafikasini ko'rsatib o'tsam. 120 FPS manual modga qo'yib olganman va bu joyda anti-aliasingni disable ga qo'yib olganman. Agar 4x ga qo'yadigan bo'lsam, grafika, o'yindagi hamma narsa yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni qurollar, personajlar, uylar tiniqroq bo'ladi, lekin FPS sal stabilligini yo'qotadi. TDMda FPS stabilligi ozgina yo'qolganligi uchun buni disable ga qo'yib oldim. Ozgina kачество past bo'ladi, lekin FPS stabilroq bo'ladi. Va iPhone 13 dagi kadrimiz eski sezonda olingan, chunki hozir iPhone 13 ga bunday qo'shimcha dasturni o'rnatishni iloji bo'lmadi. Bunday dasturlar Play Store dan shundoq tortib o'rnatib qo'ya olmaymiz, chunki Apple dasturni ustida dastur ishlab turishga cheklov qo'ygan. Bu dastur anchagina qiyinchilik bilan kompyuterda o'rnatiladi. Ko'rib turibmiz, telefonimizdagi A15 Bionic chip 120 FPS ni stabil ushlab bera olmayapti. Baribir vaqt o'tishi bilan PUBG Mobile yangilanadi, har yangilanishda qo'shimcha narsalar qo'shiladi. Bular esa protsessorga kichik yuklamalarni ko'paytiradi va FPS stabil bo'lishi uchun yanada kuchli protsessorni talab qiladi. O'yinda vaqtimiz FPS eng tushadigan joy event bo'ladi, chunki odam juda ko'p, shu bilan birga движение. Mana endi 17 Pro Maximizga klassik testni bersak, har doimgidek grafikalarni ko'rsatib o'taman. Smooth 120 FPS ga qo'yib olganman va anti-aliasingni ham 4x ga qo'yib olganman 17 Pro Max da. Doimgidek tepada real time FPS turibdi. Siz o'yinni va FPS ni kuzatib turing. Men ungacha bu ikkala telefonni protsessori haqida gapirib beraman.
17 Pro Maxdagi A19 Pro chipi 13 Pro Maxdagi A15 Bionic chipiga qaraganda benchmark testida 80% dan 90% gacha kuchli chiqqan. Ya'ni 17 Pro Max 13 Pro Maxga qaraganda 80-90% kuchli. iPhone 17mizda 3 ta Wrangle karta ketma-ket o'ynaldi va eventda eng tushgan FPS bo'ldi. Eng tushgan FPSimiz 107 FPS gacha tushdi. iPhone 17 Pro Max endi qizimaydi, kuchli sovutish tizimi bor deb maqtashgan bo'lsa ham, o'yindan keyin 44 gradusgacha telefon qizib ketdi. Endi ikkala telefonimizdagi FPS testni umumiy xulosasiga keladigan bo'lsak, TDM paytda eng past FPS 88, o'rtacha 115 FPS, maksimalni 119.9 FPS ni ta'minlab berdi. Klassikda esa eng pastga tushgan FPS 77 FPS, o'rtacha FPSimiz 100 FPS, eng pikka chiqqan FPSimiz 119.9 FPS bo'ldi. 17 Pro Maxda TDM payti eng pastga tushgan FPS 116 FPS bo'ldi. O'rtacha 118 FPS ni ta'minlab berdi. Yuqorida bunda ham 119.9 FPS. Klassik natijasiga keladigan bo'lsak, eng tushgan joyi 106 FPS, kamdan kam momentlarda tushdi. O'rtacha FPSimiz 117 FPS, eng yuqori FPS bunda ham 119.9 FPS bo'ldi. Do'stlar, endi oxirgi xulosamni aytib ketadigan bo'lsam, agar siz kibersportsmen bo'lsangiz, olishga arziydi bu. Chunki PUBG Mobile ga o'xshagan shooter o'yinlarda 5 FPS ham muhim. Buni kibersportchilarimiz yaxshigina tushunadi. Agar siz shunchaki do'stlaringiz bilan o'ynab, hech qanaqa turnir o'ynamasangiz va 13 Pro Max ni anchadan beri olishni niyat qilib yurgan bo'lsangiz, bemalol olsangiz bo'ladi. Chunki klassik matchlarda bu FPS o'ynash unchalik bilinmaydi. Lekin klassik turnirlarda bu anchagina sezilishi mumkin. Kibersportchilarimiz biladi, agar shu videoni kibersportchilarimiz ko'rib turgan bo'lsa, albatta sizdan komment kutaman. Siz ham albatta kommentariya yozib keting, bu videomiz qanchalik sizga foydali bo'lganligi haqida. Va biz shunday rubrikalarda kontent chiqarishni davom etaylikmi? Ya'ni real time FPS ko'rsatib, telefonlarni masalan Android bilan iPhone ni testini yoki iminni iPhone 13 Pro ni testini chiqarib, masalan Redmi dagi Game Turbo dagi FPS u xato ko'rsatadigan FPS. Real time FPS da aslida umuman boshqacha bo'ladi. Bugungi videomiz shunday ma'lumotlardan iborat edi. Barchangizga rahmat. Doimiy FPSingiz yuqori bo'lsin.